Voy, to'y ham otibdi-ku, la'nati. Cho'ta uyim kichkinaroqda. Buni kattalashtiramiz. O'zimga moslashtirib qo'yishimiz kerak. O'zimga rosa kichkinadek tuyulyapti, sig'mayapman ichiga. Voy bo'lib uyim kichkina. Menga nima? Uyimni kattalashtiraman. Men bu yerlarni buzib, yanada kattaroq qilaman. Mana to'y ham otibdi-ku, la'nati. Hammaga salom, sizlar bilan men o'sha Murodki. Tashqariga chiqib ko'raylikchi, nima bo'lyapti ekan. Voy, nima qilyapsiz? Men bu uy nega bunday qilyapsiz? To'xtang. Uyimni kattalashtiryapman. O'zi sig'mayapti uyimga. Bu nima qilganingiz? Bu yerda yo'l qisilib qoladi-ku. Bu yerda qanday qilib yuraman men? Nima siz yurasan, sig'asan-ku. Men undan ko'ra menga yordamlash. Boring, yordamlashmayman. Hozir sizni merga aytib beraman. Ketdim men. Shunaqa ham uyda shuncha bez bo'lasizmi? Bu yerga men qanaqa qilib sig'aman? Men ketdim, men sizni merga aytib beraman. Bor, aytsang ayt. Qarab tur. Voy, rosa charchab ketdim. Biroz ovqatlanib olay. Qani sandig'imni ko'ray. Nima? Sandig'imda bitta ham ovqat yo'qmi? Sharmanda boy bo'lib uyimda yeyishga narsa olib ketdim. Magazindan sotib olib kelaman. Yo, mana bu sabzilarni qaranglar, bunchalik ko'p bo'lmasa, mayli ozginchasini olsam hech kim bilmaydi. Bu yerda juda ham ko'p ekan. Bitta, ikkita. Voy, juda mazza ekan sabzilar. Xo'p, merga aytib keldim. Nima qilyapsiz? Tegmang bu sabzilarga. Nima qilganingiz bu? Qornim ochib ketdi, shunga sabzi olib yeyapman. Bular qishga-ku, shuncha sabzilar yetmaydi. Nega yetmaydi? Ko'p-ku. Bu yerda shuncha juda ham ko'p qishloqlar bor. Bularga yetmaydi qishga. Tegmang bu yerga. Sizni merga aytdim men. Nima? Aytdingizmi? Menga farqi yo'q. Shunaqa bez bo'ladi. Tegmang bu yerdagi sabzilarga. Bu yerda hammasi bizga qishqa kerak. Bezligini qaranglar, ketishini qarasin. Men buni merga aytdim. Ana endi men buni qishloqlarga aytib bu yerda haydataman, ketdim. Qayerdasizlar qishloqlar? Voy, chanqab ketdim. Mana bu yerdan bir suv ichib olsak. Voy, yaxshi, juda ham yaxshi. Yuz qo'llarimni ham yuvib olaman. Bu yerda juda ham suv ko'p ekan. Xo'p, mana bu yerni ochib bemalol ichib olsam bo'ladi. Xo'p, mana mazza qilib suv ichdim. Ketdim. Ana endi men suvga to'ydim. Ana endi uyga ketaveraman. Men ketdim. Ana endi uyimni qurishda davom etaman. Hamma qishloqlarning uylariga kirib chiqsam bittalab, lekin bitta ham qishloq topa olmadim. La'nati, qanisizlar qishloqlar, bu yerga kelinglar. Nima qatga ketdilar hamma? La'nati. Bu yerdagi suvga nima bo'ldi? Kim tegdi bu suvga? La'nati. Yo'q, bu yerdagi suvga kim tegdi? Men bilaman buni boy qilgan. La'nati boyda hozir. La'nati boy nima qilding? What the fuck? Boy, nega unday qilasiz? Qishlog'imizda vayrona qilasiz yaqinda. Men sizni merga aytib berdim. Men nima qildim? Qarab turing, hali sizni yo'qotib yuboraman bu qishloqdan. Qarochi qishloqlar. Boy, bizning hamma narsamizni vayrona qilyapti. Sabzilarimizni va yo'lni qisyapti. Qarochi uni yo'qotib yuborishimiz kerak. O'ldiramizmi? Zaharlab o'ldiraylik. Zaharlab o'ldirmaydi. Nima bo'lyapti? Nima qilamiz? Kimni o'ldiramiz? Davay otib o'ldiraylik. Mana yaxshi fikr. Davay kimni otib o'ldiramiz? Meni o'zim otib o'ldirmay. Sizni. Nima? Men nima qildim sizlarga? Men axir hech narsa qilmadim-ku. Nima sababdan meni o'ldirasiz? Siz mana bu yerda polizlarni yo'q qildingiz va mana bu yerda uy qurib oldingiz va quduqdagi suvni ham yo'q qilibsiz. Men ana endi yoki sizni o'ldiramiz yoki bu qishloqdan ketasiz. Nima? Men ketamanmi endi? Sizlar ketinglar. Nega biz ketar ekanmiz? Siz hamma ishni qilib biz ketar ekanmizmi? Nima endi men boy bo'lib bu qishloqdan ketamanmi? Mayli, o'zimiz ketamiz. O'zingiz yashang shu yerda, biz bilmaymiz. Ketdik biz. O'zingiz yashaysiz, o'zingiz xohlaganingizni qilasiz. Biz esa boshqa qishloqqa ko'chib ketamiz. Ketdik biz. Shu yerda qoling. Ketdik. Qishloqlar, ketdik biz boshqa yerga. Mana qishloqlar, mana oradan ham 7 kun o'tdi va endi qishloqqa asta-sekin qaytsak ham bo'ladi.
Ana endi qishloqqa nima bo'lganini ko'ramiz, ketdik. Yo'q, qishloqqa nima bo'ldi? Ana bu yerda boy bor ekan. 7 kun ichida shunday bo'ldimi? Murodking, keldilaringmi? Sizlarni rosa sog'inib ketdim. Bu yerga nima bo'lib ketdi? Ovqat beringlar. Mang, oling, sabzi bor edi. Xullas, 7 kun davomida juda ham uylar quraman deb hamma yer vayrona bo'lib ketdi. O sabzilar ham tugadi, hammasi tugadi, oziq-ovqatlar. Kelganlaringga rahmat. Men bu yerda o'zim o'lib ketaman deb o'ylagandim. Ana endi ketdik, uylarni boshqatdan quramiz.